Mana biz Qarshi shahridamiz. Mana Natijnoga kelganmiz. Ana birinchi qavat. Natijno bo'lgan uyimizga kelaman. Mana ayvonimiz. Mana bitta. Mana qandillar qo'yilgan, mana asoslarni. Shirekalar deb ketasiz. Mana ikkinchi uyimiz. Buni ham qandil qo'yilgan, standart chiqqan. Mana uchinchi uyimiz. Bir kunning ichida 3 ta uyni natijada qildik mana. Bu ham standart ravishda qandillar qo'yilgan. Zo'r chiqqan. Mana qilaman deganlar Telegram kanaliga qo'shilib aytasizlar. Mana